O'zbek futboli katta yo'qotishga uchradi. Abdusamad Do'rmonov 60 yoshida hayotdan ko'z yumdi. U 1965-yilda Termiz shahrida tug'ilgan bo'lib, o'zbek futboli tarixida muhim o'rin egallagan futbolchilardan biri edi. Faoliyati davomida u mamlakatning yetakchi jamoalarida to'p surdi. Paxtakor, Surxon, Neftchi Farg'ona, ayniqsa Neftchi safida erishgan yutuqlari alohida ahamiyatga ega. U jamoa bilan 5 marta O'zbekiston chempioni bo'lib, klub tarixida o'z nomini muhrlab qoldirdi. Shuningdek, u 1992-1994-yillarda O'zbekiston milliy futbol terma jamoasi safida harakat qilgan. 1994-yilda Osiyo o'yinlari 1994 da ishtirok etib, tarixiy g'alabaga hissa qo'shgan futbolchilardan biri bo'lgan. Do'rmonov futbolchi sifatida nafaqat natijalari, balki fidoyiligi bilan ham ajralib turgan. Uning oilasi ham futbol bilan chambarchas bog'liq edi. Ukasi Rustam Do'rmonov bilan birga Neftchida o'ynagan. Yana bir ukasi Ravshan Do'rmonov Surxon klubida faoliyat yuritgan. 2002-yilda futbolchilik faoliyatini yakunlagach, u murabbiylikka o'tdi. Quyidagi jamoalarda ishladi: Neftchi, Yozyovon Lochinlari, Istiqlol. So'nggi yillargacha Neftchi klubida murabbiylar shtabida faoliyat olib borgan. Abdusamad Do'rmonov bu nafaqat kuchli futbolchi, balki samimiy inson, mehnatsevar murabbiy va futbolga sodiq fidoyi edi. Uning nomi o'zbek futboli tarixida abadiy qoladi. O'zbek futboli afsonasi ketdi. Maydondagi jasorati, murabbiylikdagi saboqlari va insoniy fazilatlari bilan u har doim esda qoladi. Bu butun futbol jamoatchiligi uchun og'ir yo'qotish. Futbolchining muxlislari videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.